33 yoshlik prokuratura xodimi burun sohasini operatsiya qildirish uchun xususiy shifoxonaga borgani va shu yerda vafot etgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Holatga oydinlik kiritishni maqsad qildik. Marhum Qo'qon shahrida istiqomat qilgan va ayni vaqtda ularning xonadonida aza bo'lyapti. Shu sababli ularning xonadoniga tashrif buyura olmadik. Lekin imkon qilib marhumning o'sha kuni birga bo'lgan ayoli bilan mobil suhbatlashdik, barcha ma'lumotga oydinlik kiritdik. Ayolning so'zlariga qaraganda turmush o'rtog'i iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Farg'ona viloyat boshqarmasi xodimi hisoblangan. Farg'ona shahridagi viloyat shifoxonasiga kelganlar. Ammo bu yerda lord shifokori burun sohasi operatsiya qilinishi, jarrohlik esa xususiy shifoxonada bo'lishini aytgan. Payshanba kuni 10-kuni qilamiz dedi. Ertalab choy ichmay kelasiz, analiz olamiz dedi. Xo'p dedilar. Chasni klinikaga borib analiz topshirasiz, faqat chasnida qilaman operatsiyalarni dedi. Xo'p dedi, ertalab bordilar, analiz topshirdilar. Endi aytdiki, operatsiyani obeddan keyin qilaman dedi. 16lar chamasida shifokor prokuratura xodimiga qo'ng'iroq qiladi. Xususiy shifoxonaga kelgani shu yerda septoplastik operatsiyasini amalga oshirishni aytadi. To'lov qildik, 7 million to'lov qildik. 6 million qanchadir to'lov qildik, 7 millionga yaqinda. Keyin bizni joylashtirib turib, obxod ham qilinmadi. Aytdiki, nima obxod qilinglar, unaqa deb kassiri resepsiyonda turadigan shuni dedi, obxod qilinmadi. Biz to'rda palataga joylashdik. Husaynov shifoxonaga kelib barcha ko'riklardan o'tadi. Ayol va uning 3 nafar farzandi ham shu yerda bo'lganlar. Keyin vrach aytdiki, "Oke, xavotir olmang, sizda hamma joy sog'lom ekan, faqat perikorotkani o'zi ekan, go'sht yo'q ekan. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi" dedi. Marhumning ayolining so'zlariga qaraganda 33 yoshlik erkak biror marta kasallanmagan. Qon tahlillari ham yaxshi chiqqan. Soat 18larda hamshira bemor xonasiga kirib antibiotik qilishlarini aytgan. Antibiotik nimaga oladi desam, shunaqa operatsiyadan oldin antibiotik qilinadi dedi. Keyin yana chiqdi, kirdida medsinstra, o'sha reanimatsion medsinstra kirib, "Yo'q, operatsiyadan keyin qilamiz ekan antibiotik" dedi. O'sha yonboshlarga ukol qilib, o'zlarining oyoqlari bilan olib chiqib ketdi. 18:15da 33 yoshlik erkak jarrohlik xonasiga olib kirib ketiladi. Keyin men bolalarim 3 ta bolam aytdim, "Uyga tashlab kelaman" deb reanimatsion medsinstra nomerini oldim. "Hozir tashlab qaytib kelaman, dadalari shu yerda pastda turishibdi" dedi. Xo'p dedi. Keyin telefonlashib turdim. Keyin soat 8da medsinstra menga telefon qildiki, bolalarni ovqatlantirib qaytib tursam, qaytaman desam, "Kelavering, hozir o'zi palataga olyapmiz" dedi. 20:20da bemorning ayoli tovuq sho'rva olib shifoxonaga keladi. Ammo bu yerda hech kim yo'q edi. Vrach yo'q, operatsionni qilgan vrach yo'q, anesteziolog yo'q. Anesteziolog nimani narkozni berib, operatsiyani boshlanishidan narkozni berib ketib yuborgan, boshqa davlat ishxonasida ham ishlayotgan, ketgan u boshqa ishiga. Soat kechga 21 bo'ladi. Hech kim ayolning turmush o'rtog'i haqida gapirmaydi. 22 bo'lgandan so'ng shifokor pastga tushib, erkaklar bo'lsa ularni chaqirishni aytadi. Xo'jayinim dadalarni chaqiraman deb tursam, o'zi xo'jayinim dadalari nimalar bor, medsinstralar bir-biri bilan gaplashib turganini eshitib qolib, to'palin qilib kirganlar. Men to'palin qilib oxiri kirsam, o'zi oyoqlarini bog'lab qo'ygan ekan, yurib urmayapti. O'zi jon chiqib bo'lgan edi. Qo'li qo'shatgani ushlagan holda o'tganlar. Nafas yetishmaganda, kislorod apparatlari ham yo'q ekan. Ayol xususiy shifoxonadan olgan ma'lumotlarga qaraganda 20:15da turmush o'rtog'i operatsiyadan chiqqan. 20:35larda vafot etgan. Turmush o'rtog'ini o'lik holda ko'rgandan so'ng shifokorlarni topa olmagan. Aytishicha, xususiy shifoxonaning yerto'lasidan topishgan. Farruh degan anesteziolog yosh bola ekan. Farruh ham yo'q edi anesteziolog. Vrach ham yo'q edi. Umuman ekstreniydan bitta vrachni olib kelib qo'yishdi. U vrach to'palin bo'lganda qochib ketdi keyin. Ko'prikka o'tirib ketib bordi. Yana ayol aytadiki, xususiy shifoxona turmush o'rtog'i bilan birga faoliyat ko'rsatgan sherigini otasiga tegishli bo'lgan. Sheriklarini dadasini klinikasi ekan, u klinika. Hozir nima qilinyaptiki, bu ataylab ham qilingan deyilyapti, tushunyapsizmi? O'sha kuni marhumni operatsiya qilgan shifokor bilan uchrashib, uni ham haqiqatlarni tinglash maqsadida u faoliyat ko'rsatayotgan davlat shifoxonasiga bordik. Soat 9:00da mana shu manzilga yetib kelganmiz. Ammo soat 12 bo'lsa-da shifokor manzilga yetib kelmadi. Shu sababli biz shifoxonani ma'muriyatiga yuzlandik va ma'muriyatida shifokorga qabulda faoliyat olib borayotgan qiz qo'ng'iroq qildi va advokati bilan maslahatlashishi, ana keyin bizga intervyu berishini aytib o'tdi. Oradan taxminan 40 daqiqa o'tgandan so'ng biz yana shifokor bilan bog'landik.
ya'ni Bahodir Qo'chqorov bilan. Afsuski, Bahodir Qo'chqorov intervyu bermasligini va kim nima deysa deyaverishini aytib qo'ng'iroqni o'chirdi. Bu borada prokuraturani harakati qanday? O'z xodimining vafotiga qanday munosabat beradi? Bosh prokuraturaning axborot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov shunday deb munosabat bergan. Hayot Shamsuddinov batafsil o'z ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qilgani, ijtimoiy tarmog'ida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Farg'ona viloyat boshqarmasi xodimining vafoti bilan bog'liq holat yuzasidan prokuratura tomonidan tergov va surishtiruv ishlari amalga oshirilayotgani, tekshirish harakatlari har tomonlama to'liq va xolis o'tkazilishi va natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishini aytib o'tgan. Holat esa o'zingizga ma'lum bo'ldi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.